xolodilnik, lip motor Sinop'da xolodilnigi bormi? Ko'ramiz, bilamiz, o'rganib olamiz. Qanaqa ishlatishimiz kerak? Menyu kiryapmiz, menyu kirganimizda mana bu yerda bizda menyu paydo bo'lyapti. Yonga surganimizda mana ko'k значок, Mersa emblema deymiz, mana uchuvchi emblemali. Xo'p, bosdik. Bosganimizda xolodilnik paydo bo'ldi mana. Bu yerda biz yoqib o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agarda mashq holatda tursa, o'chib bo'ladi. Bosdik. Chiroq yonyapti mana. Bu hozir abagrev, ya'ni isitishi bo'lyapti. Mikronovka ham deydi ba'zilar, mikronovka emas, lekin isitishi bo'ladi. Bu yerda sovutishi bo'ladi. Mana -6 +50 bo'ladi o'zi gradusi. Xo'p, misol uchun kimgadir sovuqlik qiladigan bo'lsa, shu gradusimizni bemalol o'zimizga ma'qul bo'lgan tartibda to'g'irlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Kimdir sovuqroq, kimdir muzliroq ichishi mumkin yoki kimdir illiqroq ichishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda isitamiz. Bu yozgi kunlari misol uchun muzli suv ichiribsiz yoki boshqa narsa ichiribsiz, yoki sovutyapsiz boshqa narsalarni, qish kunlari kerak bo'ladi, isitish kerak bo'ladi. Isitishimizda ham xuddi shunaqa 50 gradusgacha bo'ladi. Mana bu yerdan ligirovka qilishimiz mumkin. Bu yerda gradusni ko'rsatyapti, qaranglar. Mana. Voy, gap yo'q. Mana bu yerdan ko'rsatyapti. Mana bu knopkasi bo'ladigan bo'lsa, pastki knopkasi, ya'ni misol uchun o'sha sekin, o'rta va tez suratda sovutish yoki isitish bo'lyapti. Mana bu yerdan ligirovka to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Xohlagan ligirovkani to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni tezroq isitsin, tezroq sovitsin yoki bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, mashinaga misol uchun mashinaga o'sha xolodilnigini yoqdik. Tushgan paytimizdan keyin ham xolodilnik ishlab tursin degan funksiyasi bu. Mana ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin biz soat turibdi. Qaranglar, mana bittasi bir safarga zotdi. Bir safarga ne soat ishlasan. Misol uchun shu safar kerak bo'lib qoldi. Bir soat ishlab tursin, mandan keyin tushgandan keyin 2 soat ishlab tursin yoki misol uchun bo'lishi mumkin. Biron bir narsa solib qo'yganimizda aynib qolish ehtimoli bo'lgan narsalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Bir safarga. Agar mana bo'ladigan bo'lsa, pastki knopkaga bosadigan bo'lsa, yana ko'taramiz uni. Bu har safar degani bu. Har safar mashina tushgandan keyin 1 soat yoqib o'tirsin yoki 2 soat yoqib o'tirsin yoki o'zi xohlagan vaqtimizga to'g'rilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi buni ham. Mana. Ko'rdikmi? Mana. Bir safarga yoki har safarga. Bosganimizdan 1 soatga yoqib qo'ydik. Okeyni bosamiz, bo'ldi, ketdi, ishlar bilan ketdi. Mashina tushganimizdan keyin ham ishlab turaveradi. Mana bu knopka bo'ladigan bo'lsa, mashinaga chiqqandan keyin avtomat tarzda ishlab ketsin, xolodilnik degan narsa bo'ladi bu yerda. Endi bu bilmayman, hamma uchun har xil bo'lishi mumkin. Iloji boricha mana shu narsalarni endi biz sizga to'liq ma'lumot berib qo'yamiz. Mana ko'rdik. Mana tepasida yana bitta e'tiborli bo'lgan joyi borki, mashinamizdan zaryadkasi 20% dan baland bo'lishi kerak. 39 turibdi, mana shu 20% dan baland bo'lsagina ishlaydi bu narsa. Shunga e'tiborli bo'lamiz. Agar zaryadkamiz kam bo'ladigan bo'lsa, xolodilnik ishlamaydi. O'shaning uchun mana bu yerdan o'chirib yoqib. Lekin tavsiya qilinadi. Har safar iloji boricha o'zingiz yoqqan payt, chiqqan paytingizda yoqib o'chiring. Lekin kerak bo'ldi, endi misol uchun yoqib qo'ygansiz, sizga kerak emasmi? Har safar mashinangizda avtomat tarzda o'zi ishlab ketaverishi balki kimgadir kerak emas, balki kimgadir kerak bo'lar. Agar kerak emas bo'ladigan bo'lsa, imkon bo'lsa agarda kerak paytingizda yoqing, kerak emas bo'lsa o'chirib qo'ying. O'shanda mashinani o'sha energiya sarfi deymiz-ku, energiya sarfi ham nisbatan kamroq bo'ladi. Ortiqcha bekorga energiya sarfi o'tmaydi. Kerak bo'lsa yoqamiz, kerak emas bo'lsa o'chirib qo'yamiz. Yoki misol uchun boya aytganimizdek biror narsa solib qo'yganmiz, yo'q o'tirsin degan bo'lsa, xuddi shunaqa nastroykani to'g'rilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'rganib olaylik, bu mashinamizni xitoy tilida ko'rsatib beramiz, lekin rus tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, xitoy tili bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Hammasi joylashuvi bir xil, xuddi shu tartibda joylashgan bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpiskani bosib, laykka bosib, o'rtog'ingizga yuborib qo'ying, ko'rsin. Ko'pchilik qiynalayotgan ekan. Ham istadi, ham sovutadi. Hamma narsani nimaga foydalanmayapsizlar? Foydalanish kerak, maza qilish kerak uni. Yozgi kunlarda ham, qish kunlarda ham foydalanish kerak bo'ladi. Salomat bo'lamiz. Yo'qotib qo'ymas uchun shu gap. Ketdik.